Assalomu alaykum Bau kompaniyasini kuzatib boruvchi obunachilar. Bugun kompaniyamizga sklatimizga Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri yangi turdagi granulyatorlarimiz yetib kelgan. Bularda video davomida ishlagan videolarni va narxlarini batafsil tanishtirib o'taman. Yangi modellarimiz 2026-yildagi granulyatorlarimiz bo'ladi. Bularda vazifasi mana shunaqa ko'rinishdagi korumlar chiqarib beradi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Yana bir batafsil ishlatib tekshirib beramiz. Baliqchilikka va chorvachilikka, parandachilik, quyonga bulardan chiqarib berib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. 220 sidan boshlaymiz. 220 lik mana bu granulyator ko'rinishi mana shundan chiqqani ko'rib o'tishingiz mumkin. Oddiy 220 ga ishlaydi. Uy-to'kka bemalol mana ko'rib o'tishingiz mumkin. 200 atrofida to'k bo'lsa, bemalol obroti yetadi. O'zini motor qismlariga keladigan bo'lsak, motor qismlari toza 4,5 kW bo'ladi. Yolg'on birka bo'lmaydi bularda. Mana ko'rsatib qo'yasiz. Mana bularda toshni yoziladi. Ichi admotkasi ham toza 4,5 bo'ladi. Shuning uchun oborotlari 1,5 ming oborot bo'ladi va ikkita remen orqali shu shkif harakatlantiradi matrisa tomonini. Bu roliga o'zi aylanadi. Ancha-muncha ho'l va quruq hashay mahsulotlarni ham drabilkadan o'tkazib, maydatab, donga aralashtirib chiqarsangiz bo'ladi. O'zingizni ratsioningizga qarab, parandaniki boshqa bo'ladi, chorvaniki boshqa. Hamma nima ber ekan bo'lsa, bundan chiqarib shunaqa ko'rim qilib bersa, bemalol bundan chiqqan narsa isrofgarchilik bo'lmaydi. Ko'rib o'tishingiz mumkin va undan tashqari bu 380 ligimiz bo'ladi. 380 lik roliga aylanadi bunisi ham yangi modellar. Hozir bularni ham ochib ko'rsataman. Mana bu joydan ochib bo'shatib olinadi. Ichki qismlarini ham batafsil ko'rsatib o'tamiz. Mana tayyor bo'ldi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu yangi 2026 modellarimizni shu ikkita gantelini o'zi aylanadi. Avvalgi modellarimiz esa mana bu matrisasini o'zi aylanardi. Bu matrisadan o'zida bitta komplektida bo'ladi. O'zi 5 lik razmer ekan. Mana shu bundan chiqqan korum mahsuloti 5 lik razmer ekan. Bundan tashqari matrisalar kerak bo'lsa, o'zimizda sotuvda bor. Mana bu holatda roliklari ham alohida sotuvda bor. Motor qismlari buniki 7,5 kWlik 100% mis admotkali bo'ladi. Bularimiz bir soatiga 200 kilodan 300 kilogacha shunaqa korum mahsulotlar chiqarib beradi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bemalol chorvachilikka ishlatib foydalanishingiz ham mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari aholiga xizmat ko'rsatish yem do'konlariga ham qo'yib, bemalol biznes qilsanglar ham bo'ladi. Bu 7,5 kWligi, bunisi esa 15 kWligi bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana bu 260 modelligi bo'ladi. 15 kWlik. Bu ham 100% mis admotkali 384 ga ishlaydi bularimiz. Bu bir soatiga 400 kilodan 500 kilogacha korum mahsulotini chiqarib beradi. Buni ham ob'yomga kerak deganlar uchun tavsiya qilamiz. Xizmati ancha uzoq va narxlarini ham hozir aytib o'tamiz. Bu ichki qismlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz bunisini ham.
Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana shu ikkita gantelda o'zi aylanadi. O'zidagi komplektida to'rli ekan. Mana matrisani teshigini razmeri to'rlik ham chorvaga bemalol aytaveradi, molga, qo'yga, ob'yomlarga ishlatib foydalanishingiz mumkin. 260 modeli 15 kilovatlik bo'ladi. Va bu avvalgi modelimizni tushuntirib o'tamiz. Buni kilovatlari 11 kilovatli bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bunda esa matrisani o'zi aylanadi va teshigi bunda ham to'rli ekan. Bir soatiga 300 kilodan 400 kilogacha 8% namgarchilikda faqat don mahsulotlarni ko'rim qilib chiqarib beradi. 380 ga ishlaydi bunimiz ham. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Admotkalari mis admotkali bo'ladi bunda ham. O'zimizda buni matrissalari ham bor. Alohida necha razmer kerak bo'lsa, parandachilikka asosiy kichikroq razmer kerak bo'ladi. Shuning uchun o'zimizda nalichida bor. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, o'zimizni ratsion bo'yicha bu makka, bug'doy, ancha-muncha mana bunaqa hashay mahsulotlar aralashtirdik. Chorvachilikka nima berayotgan bo'lsanglar, shundan chiqarib bersanglar, isrofgarchilik bo'lmaydi. Hozir bu yerdan qizdirib oldik o'zimiz. Chiqayotgan mahsulotlar mana o'zidan qaytarib yana ozgina mana bu avval qizish kerak. Mana suvi ozgina ko'payib ketsa, mana shunaqa qilib chiqarib beradi. Hozir suvi pasayadi. Mana shunaqa ko'rinishda chiqarib beradi.